eng kami 3 millionlik qo'ydi. Buning ichida aka, bozorda sotadigan narxim. Men misol uchun bu YouTube'da qo'yib sotish maqsad emasda aka. Kanal o'zimniki. Misol uchun 100 dollar, 500 dollar reklama qildirmayman. Kanal o'zimiki aka. Xohlasam sotaman, xohlasam sotmayman. Xohlasam bu bozorda sotib olishga aqlim oladi deb qo'yiladi aka. O'shaning uchun unaqa qimmat narx qo'yilmaydi. Bozor narxi hamma bozor bilan solishtirib kelishaversin. 3 million 100 ming so'mdan agarda mana shu qo'ylarda aka bozorda bersa aka tanlab oladiganga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Ko'pchilikning istak va talablariga binoan anchadan beri video chiqarmay qo'ydi xonadonimizdan hurmatli obunachilar. Shunaqa arzon sifatli qo'ylar anchadan beri kelmayapti o'zi, to'g'risi o'zimizga. Qo'zi kelyapti o'zi faqatgina. Inshaalloh bugun kambag'alni boy qiladigan, chorvani qo'yga to'ldiradigan ona qo'ylarimiz, qisir so'g'liqlarimiz kelgan. Shular haqida ma'lumotlarni beramiz. Sizlarda poddeshga kutib bittadan laykni bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz, xudo xolisa chiroyli qilib video qilib beramiz. Xo'p, manzillarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilni oldida o'zimizning xonadondan hurmatli obunachilar. Xo'p, bugun hafta kuniga dushanba 26-may 2025-yil. Do'stlar, ko'rib turgan so'g'liqlarning hozirda soni 35 bosh, hammasi qisir so'g'liq, boladan ajragan so'y so'g'liqlar. Ya'ni go'sht yo'nalishga yoki-da qo'chqorlar ham bo'lsa, qo'chqorga qo'shib bola olsalaring bo'ladi, do'stlar. Hammasini mana ko'ryapsizlar. Bo'ybaslari uzun. Shuni olasizlar, boqasizlar deydigan joyi. Junlar olib qo'yilgan, junni ichida bas qo'ylar 2 oylik licheni hamma yo'g'i bo'lgan, inshaalloh yana bir qatordan chiroyli qilib 2 oylik licheni o'zlariga qildirib olsalar ham bo'laveradi. Bular jigar qurti, shunaqalar 2 oylar bo'lgan ekan licheniyalari. Shuni o'tib ketaylik video davomida. Vaksinalari bo'lgan. Xudo xolasa obunachilar tomon bo'lib, obunachilarga chiroyli qilib narx beriladi. Bugun narxlar o'ta ham yengil bo'ladi. Soni 35 bosh, mana bu yelinlarni qarang aka. Boladan kecha bugun ajragani ham bor. Buni işte 1 oy bo'lgani ham bor ajraganiga. Hali aytadi, aha deb bersa meniki deydi. Ha, yo'q. Ha deb turadi joy-joyda. Changi yeganda mana shuna. Lekin yeb ichishlarga, tan jon sog'ligiga biz bir hafta garantiyasini beramiz akalar. Xo'p, videoni cho'zmaylik. Ko'pchilik hali vaqtini hurmat qilgan holatda, vaqtlarini tejagan holatda narxlarni aytib ketaveraylik qo'ylarimizni. Ming gapirib, ming maqtagan eng qiziq mashq qo'y. Bo'ylari, mana bo'ylarini o'lchab qo'yaylik. Mana 80. Bo'ylari 80, mana buning oldilari 85, 90 ga boradi-yu, lekin junni ichida qo'ylar bas akalar. Bir qarich junni ichida qo'ylar bas. Narxi optimiga 3 million 200 ming, 3 million 100 ming so'mdan ketdi mana. Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Shuni ham aytib beraylik, tushunmovchiliklar bo'lmasin. 3 million 100 ming so'mdan skidka narxlarda akalar. Bunaqa narxlar hadvan bo'lavermaydi. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Endi buni tanlab olish deganlarga 100 ming so'm ayriladi, o'zimiz ajratib bersa 3 million so'mdan. Agarda o'zini ajratib olsalar 3 million 200 ming so'mdan mana. Unaqa kattalarni saqlamasdan 100 ming plus 100 ming minus. Faqat dastavkasi O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Optimini olingsa agarda 3 million 100 dan ham o'tib beramiz yana. Yana xayri bor. Xudo xolasa mana akalar olib baraka topadigan qo'ylar. Qiziqqanlar bo'lsa darhol aloqaga chiqaverasizlar. Soni 35 danmi? 35 taga soni. 35 bosh xolos ekan soni. Qo'ylar qarang, bittasi shunchagani yo'q, kallasi hammasi ko'tarib yuradi. Otga o'xshab. Yema ochmoqlar sinadi. Vashi bir hafta yana garantiyasi bor. O'z ko'rinib turibdi, yemasa qo'ldan olmaydi. Xudo xolasa bexijolat ekan, mana qanaqa ko'rinyapti. Videoga mana men ko'rib oldida o'zim guvohi bo'lyapman. Qo'ylar haqiqatan ham tetik qo'ylar, boqaman deganlar uchun. Yoshlari qanaqa endi o'rtacha? Yoshlari aka 4-6 yosh. Endi bitta ikkita yosh kattasi ham bo'lishi mumkin. Chunki bu qo'ylar men rosa ko'rganim yo'q. Hali tishlarni aka egasini aytishi bo'yicha bitta ikkitadan bola olgan qo'ylar ekan. Yana boqib bola olsa ham. Bemalol bola olsa ham bo'laveradi, ko'paytirsa ham bo'laveradi, go'shtga boqsa ham bo'laveradi aka qo'ylar. Asosiy yemlar go'shtga boqaman deganlar. Xudo xolasa hamma tomonni kelaveradigan qo'ylar ekan. Ishtahalar udor ekan. Bunaqalarni endi olib bola boqaman deganlarga mana bola boqadigan qo'ylari ham bor ekan ichida. Endi yoshiga qarab turib o'zlaringiz his qilaverasizlar. Yoshlarni olib qolib yana bola olaverasizlar, ha? Yosh kattalarni yemlar bor. Misol uchun aka 10 ta zo'rini alohida chiqadi 4 milliondan, bunaqa eng kami 3 millionlik qo'ydi. Buning ichida aka bozorda sotadigan narxim. Men misol uchun bu YouTube'da qo'yib sotish maqsad emasda aka. Kanal o'zimiki. Misol uchun 100 dollar, 500 dollar reklama qildirmayman. Kanal o'zimiki aka.
xohlasam sotaman, xohlasam sotmayman. Xohlasam bu bozorda sotib olish aqlim oladi deb qo'yiladi aka. O'shaning uchun unaqa qimmat narx qo'yilmaydi. Bozor narxi hamma bozor bilan solishtirib kelishaversin. 3 million 100 ming so'mdan agarda mana shu qo'ylarda aka bozorda bersa aka tanlab oladiganiga biz ham beraveramiz aka. Bo'ldi. To'g'risi optim bo'lsa o'sha narxdan aka. Endi o'zi 3 millionlik qaysi endi bittadan ko'rsatingchi, men o'zi ko'rmayapman 3 million. 3 millionni aka qo'ylar misol uchun ajratib beramiz ichidan. Mana shunaqa 3 millionni aka, mana shular 3 million, mana ular 3 million. Depan unaqa katta razisa qilmaydi, sal bilinmas aka. Sal dumbasi yo'g'roqlari 3 million. Ha, dumbasi yo'g'roqlari. Mo'la endi o'sha 3 million 200 lik ichida. Ha, ular 3 million 200 ichida. 10 ta olsa, bitta ikkita tanlab olinsa, unisini holatiga qarab kelishamiz. Ana qatta 10 ta olsalar 3 million 200 dan mana shunaqalarni olsalar, birpasda emlasa ona 3,5 millionga, 4 millionga qo'yib qoladi. Mana shular birpasda. Hadimi. Qo'yiladi, mana akalar ko'rdilar, manzilimiz yana Tesad o'tay, Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Devo Tekstilda oldi o'zimizning xonadonda. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Sizlar bilan Abdulloh Uzkanay boshladim, men Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni o'zlaringiz uchun ehtiyot qilinglar.